Assalomu alaykum Abror Ali kanalining ashaddiy muxlislari, bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlarga zoddor sigirlarni ona bolasidan ko'rsatamiz. Xudo xolasa, narxi arzon, yengil buqachalar bor, xunajirlarimiz bor akalar. Shuning uchun biz videomizni o'tkazmasdan ko'rib turasizlar. Bugun hafta kuniga dushanba, sananing 23-noyabr kuni. Noyabr kuni Xudo xolasa hammalarga xayrli va barakali bo'lsin. Shu noyabr oyida chorva boqaman degan akalar uchun, sizlar uchun maxsus video bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan turib, like bosib, do'sti birodarlarga yuborib turamiz akalar. Bu tarafda xunajirlarimiz, buqalarimiz bor. Xudo xolasa biz Abduqodir akamizning mol firmalariga kelganmiz. Like bosib tursalaring, akamiz o'zlari to'liq qilib videolarni yoritib beriladi aka. Assalomu alaykum. Aka, charchayapsizmi? Qalaysiz? Bugun tomga tegadiganlarni olib kelibsiz. Bugün şivet olmadık. Bugün işler aralaş, kuralaş bo'lib ketdi. Xudo xolasa narx qo'yinglar akalar. Tashida xunojirlarimiz bor-da. Tarafda. Bitta o'lchash xunojirimizni 87 ekan. 85. To'g'ri ko'ramiz akalar. 85 ekan. Abrorbek, xunojirlarimiz degan narxini qo'yaveringlar, oldi qochdi qilmasdan. 6,5 million, 6 million 400 emas, 6 million 300 ga beraveradi. 6 million 300 ga. Buni hamma yemoqchi mollari sinovdan o'tdi. Hamma sinovdan o'tgan. Nima yeyapti aka? Mol degan narsa bo'lsa yeyveradi. Siliz, somon, pohor. Siliz, somon, pohor. Bizga yetgan. Buni narxini o'sha 6 million 300 sotib ko'ramiz. 6 million 300 ga. Bo'ylar nechi chiqdi aka? 85. 85 ga. Bunisining bo'yi 88. Bunisini bo'yi 88. Bu endi bu bilan buni qo'ysangiz bu boshqa olam. Bu ko'chatlar yo'q, hamma kalla boshlari adashmasam biror yerda oqib o'tsam tagida oqib bor ekan, ko'rinmaydigan joyda. Endi men ham tim qoladi demoqchi edim. Xo'p, buni narxini 7,5 million demaylikda. O'zingiz o'tib gapiravering aka. 7 million 400 mingga vodiy bo'ylab jo'natib beradi. 7 million 400 ga vodiy bo'ylab ketaveradi. Dastlabkamiz vodiy bo'ylab aka. Dastlabkamiz vodiy bo'ylab, chetga endi ko'proq bo'lsa kelishilaveradi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Endi Abrorga mana shu 3 ta mana. Ikkita sariq, bitta oq. Bo'ylari 93 santimetrdan. Esto varianti, o'rtada oq. Lekin mana shu ham o'ta kuchli mol. Rangi oq xolasi kuchli mol ekan. Xudo xolasa bularning narxi qiyin. Qorong holatidan ko'ravering. Uchalasidan qaysi bittasini tanlasa 7 million 300 dan chiqarib beramiz. Tanlab olish 7 million 300 dan. Xolasi buni oq olsin. Xolasi buni sariq olsin. Xolasi nari sariq olsin. 7 million 300 dan vodiga yetkazib beramiz. Mana aka, og'iz holatlar ideal turibdi. Hech qanday kasalliklari yo'q. Akamiz sog'lom mol oladilar. Chunki o'zlari tanlab oladilar bozordan. Shuning uchun sog'lom mol sotadilar. Hech qanday haligi kasalliklari yo'q. Abrorbek, mana bularimiz videomizda chiqqan. Hali 12,5 millionlar bilan 13 million 800 million. Ashi ikkalasi qoluvdi. Yana 12,5 million. Aytib qo'ying, ashda o'tgan safargi molni yana sotyapti-kan deyish yo'q-da. O'shanga yetyapti. Narxda qanaqadir tafovut bo'lib, haligi kelisha olmaganliklari uchun shuning uchun 12,5 millionga 13 million 800 ming sheriklari jo'nadi, ketdi yo'lda Alloh xolasa. Yetib olib qoldi. Abrorbek, monosi 2 yurak. Bir tuqqan 2 yurakdan bu. 7 ishchilari hamma yo'g'i sinovimizdan o'tgan. Bo'yini bitta ko'rib qo'yamiz. 1.15 ekan. Akalar, 12,5 million qilib beramiz. 12,5. Vodiyga 12,5 million qilib beramiz. 1.15 dedingizmi bo'yini? 1.15. Xunojindan bir tuqqanlik uchun uzunroqda bular. Mana endi 7 oylik bo'g'oz degan mana. 7 oylik bo'g'oz. Bu 7 oylik bo'g'ozimizni bo'g'ozligi aniq, 7 oylik ham aniq. Dehqon akamiz shunaqa dedi. Bu necha kurak aka? Bu 8 kurak. 8 kurak, a? 8 kurak. Bu 8 kurak 7 oylik bo'g'oz, narxi 18,5 million. 18,5 million. O'tib beramiz. Bonus ekanda aka, qonidagi. Qonidagi salkam bonus. O'g'lagina. Abrorbek, mana bu uydagi mol, abamlarning moli, mana qora. O'zimizda mesning mollardan, xonadonda molidan. Akamiz o'zi savdogar akamiz o'zlarining katta hovlilaridagi. Abamlargacha uyga katta uyga ehtiyoj bo'lgan ekan, shunga sotib bergan deyishuvdi. Hop, buni o'zim qo'yganman. Mol buqatalar bo'lganda semental fermaga olib borib, sementalga qo'yganman. Semental zotlarga qo'ygansiz. Inshaalloh semental. Novvasmi xunojimi nima bo'lsa ham Xudo bergani, lekin semental tug'iladi. Inshaalloh aka. Ammo narxini 29 million o'tib beramiz. 29 million o'tib berasiz. Ikkinchi qorin bu. Ikkinchi qorin, ha? Ikkinchi qorin 4 kurak 6 harakat qilyapti.
Hali o'zim Akalar ishonchli mol. Haligi ko'cha bozordan olib, haligi dehqon deya savdogarning gapiga ishonib olinmagan. O'zlari olib borib, o'zlari qo'yganlar. Xonadagi mol, xudo xolasa sementdan tug'iladi. Bu qancha tug'ilib qolsa, inshaalloh. Ha, buni ona bolamiz bor. Sog' qo'l birodar. Aşağı yatağımızda ko'rsatma to'talayinlar chiqqani birinchi. O'g'ara yer teshvaraman deyapti-ku. Hozir sog'a ol, u oladi. G'ashillab ketadi. Bitta sovuq ko'rchi. So'p. Mana. Bu ham sovuq ko'rsin. Anaqa Abrorbek bitta. Ko'chamiz. Yaxshilab qo'lda ikkalasidan. Bo'ldi, o'g'lim. Akalar tepmaydi hech qanday. Ha, ana shunda birinchi sinfda o'qiydigan bola. Kichkina bola. Xo'p, Abrorbek. Ikkalasi ona bola. Bolasini ham biroz uyqulansinmi? Bo'ldi, onalarni ko'rsatdik. Onasi o'ta bir boshqacha narsa bo'yi biri 40 ekan Abrorbek. Ashdan turib meni og'imda o'zimga ko'rinmay qolyapti. Bolasini biri 10. Bolasi biri 10. Qarang bu qachani. Xohlasa zoti bor narsa akalar. Bo'y onasini bor, ya'ni bo'yi biri 40. Biri 40 ga biri 10. Biri 10. Qarang. Abrorbek narxi 56 million. 56 million. Abrorbek sizni kanalingizdan telefon qilyapman deysiz 55 million o'tib beraman. 55 ga ketaveradi. 55 o'tib ham beraman ozgina. Ko'p emas. Gap yo'q aka. Lekin haqiqatan bolasini bir 5 oylik. 5 oylik. 5 oylik. Molni ham ko'rib turibsiz. Lekin oldiga men kelsam, o'sha yo'qolib qolyapman, qarang. bu necha kurak aka? Bu 8 tani 8 bosgan. tani bosgan, ha? Ha, yengil bosgan. Anaqali bir maydalab tashlagan emas. Mana kelar. Bolasiga ishqiboz bo'lib olsangiz ham bo'laveradi. Bu qanchani qarang. Xudo xolasa bundan tug'iladigan mollar ham, xudo xolasa zoti bor, qarodali qolari bo'ladi ekan. Akalar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, do'sti birodarlar yuborib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shuning uchun nimaga so'rasizlar, like bosinglar yoki obuna bo'lish tugmasini bosinglar deysiz. Bo'ldi. Chunki kanalimizda rivoj uchun ko'proq insonlarga manfaat tegish uchun shuncha akalar like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar deymiz akalar. Bu tarafda xudo xolasa puli yengil, suv tekin narxda aka, bu qo'chamiz bor. Abrorbek, bu sizga aytsam 8 million 800 ga beramiz. 8 million 800. Ozgina o'tib beramiz. Bo'ylaricha akamni? Bo'ylarini o'lchab qo'yamiz. 8 million 800 ga bu qo'chamizni ko'raverasiz. 86 ekan. 85 bo'lsin. 85 ga 85. 8 million 800 ga yetkazib beramiz. Ozgina o'tib ham beramiz. Hozir ham o'tiraveramizmi aka? 8 million 700 ming. 8 million 700 ga. 8 million 700 ming Abrorbek. Bitta qo'ydi narxi bo'ldi aka. Shuna bo'lyapti. Bu buqa bu. Abrorbek bugungi odatda shularni qilib tugar. Bo'ldi aka. Ha, bugungi yakun odat. Bo'ldi aka. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Biz manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Arzonchida qishloq Saroydamiz aka. Endi videoni boshida aytish esdan chiqib qolibdi. Shuning uchun xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin.